Akalar qaranglar, bu yerdachi 4 ta variant bor-da. Juda ham aniq xonalar ko'pchiligini so'rashuvdi. Mana shu 3 tasi 6 xona, 3 sotuvdan. Oxirgisida 8 xona. Oxirisi ham vobshe zo'r. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan uychi bolalar. Akalar biz Xonoboddamiz. Orientir sraz aytamiz 39-poliklinika atrofida. 3 sotuv, podvali ham bor, sanuzellari ham ko'p. Tak 6 ta xonadan iborat, undan tashqari uyimizning orqasida hovlisi bor. Bu yerda mana letniy kuxnya, sanuzel. Mana bu narsalarni menimcha tashlab ketishadi. Ichkariga kiramiz. Hop, kirganimizda chap qo'limizda kuxnya mebellar, xolodilniklar o'zini joyida qolyapti. Okalar xonalardan boshlaymiz. Bu mana birinchi xonamiz. Bolalar yotoqxona sifatida foydalansa bo'ladi. Bu yerimiz hol, eslatib o'tamiz, 6 xona plus hol, podvali ham bor. Bu yerda mana yana bitta xonasi bor. Har doimgidek masjidga uychi bolalar tomonidan bitta televizor qo'yib beriladi. Sanuzelni ko'ramiz. Birinchi qavatdagi sanuzelimiz. Va bu yerda mana ikkita xona yonma-yon. 4 ta xona bo'lyapti. Podvalga tushamiz. Hop. Podvalga tushib olsak, podvalimizda bu yerda mana ikkita alohida xona. Xonalar katta-katta, kichkina qilinmagan. Bu yerda kotel xonamiz. Va bu mana podvaldagi ikkinchi xonamiz. Zo'r joyini ko'rsataman. Vashim maza-yu, mana qaranglar. Shobodaning o'ziga alohida bitta like. Okalar, bu mana hovlimizning orqa tomoni, bu yerda bemalol stol qilib oshna-og'aylar bilan o'tirib, mazza qilib madaniy dam olsanglar bo'ladi. Manzilni eslatib o'tamiz, Xonobod, Sergeli Xonobod 39-poliklinikaning yonida. Uyimizning narxi $143 ming. Sunnatiga ozgina o'tiladigan joy bor. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar. Hammaga rahmat.